Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xabaringlar bor, oldingi videolarda men bog' yaratish bo'yicha qilinayotgan ishlarni qo'yib borayotgandim. Bugun mana hozir ekilgan shponkani hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Tomchilatib, sug'orish yo'li orqali yetishtiryapti. Xudo xolasa bu bog'da mana tashlandiq joy bo'lganligi uchun yantoq ko'p o'sib ketgan, ya'ni suvsiz joy, suv juda ham muammo joy. Shuning uchun yantoq o'sib ketgan. Shu yantoqlarni o'rib tozalayapman. Ya'ni sharoit qilib berishimiz kerak, ya'ni o'sha ekilgan ko'chatlarga. Bundan oldingi videoda agar e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu shponka daraxtiga, ko'chatiga e'tibor qaratgandim. Ya'ni o'shanda hech qanaqa barg chiqmagandi. Mana xudo xolasa suvdan keyin, o'sha tomchilatib sug'orishdan keyin o'zgarish bor. Lekin tan olish kerak, bu shponkalar sal kechroq ekilgan muddatida ma'lum bir sabablarga ko'ra. Shuning uchun shunaqa holatga keldi. Aslida o'z vaqtida ekilgan bo'lganda bunda yaxshiroq natija bo'lishi kerak edi. Ammo yer masalasi bilan bog'liq muammolar tufayli kechikib ketdi, obyektiv, subyektiv sabablar bilan. Mana xudo xohlasa, ichidagi begona o'tlarni o'ldirib, ya'ni o'rib sharoit yaratyapmiz. Shu daraxtlarga ko'karib rivojlanib ketishi uchun. To'g'ri, suv muammo, lekin juda ham harakat qilyapmiz, xohlayapmiz shuni ko'karib ketishini. Mana, yomon emas. Bu yil yaxshilab rivojlantirsak, ko'kartirsak, keyingi yildan ancha ko'rinish beradi. Hozir jumladan men sizlarga videoda ko'rsatmoqchiman, mana shu yantoq o'tlarini tozalab yuribman. O'rib tashlaganmiz, ularni boylatib qo'yga bersa bo'ladi. Buni mol yeyish qiynaladi, mol yeyishga. Qo'y, echki, hayvonlarga bo'lishi mumkin. Mana o'sha joy, har bir o'zgarishi, har bir plus minuslarni qo'yib borishga harakat qilyapman. Zashoq tog'i, Parkent tumani Xisariy qishlog'ida auksion orqali yutib olingan yer, tashlandiq joy bo'lgan, mana qarovsiz joy. Shu yerga mana shlankalar sotib olib, tepadan suv olib tushib kelganmiz. Qariyb 400 metr joydan kelgan shlanka orqali. Xudo xohlasa, kuzatib borsanglar, chiroyli bog' qilish niyatidamiz. To'g'ri, biroz qiyin, ammo harakat qilamiz. Tashlandiq joy bo'lgan oldin. Prezidentimiz qarori bilan bu yerda bog'ga aylantirmoqchimiz, xudo xolasa. Yashil makon va dehqonchilik. Kanalni kuzatib boringlar, faol bo'lamiz. Xudo xolasa shu bog'i birgalikda chiroyli bog'ga aylantiramiz.